O'zbek tilining tarixiy taraqqiyotini shartli ravishda 3 bosqichga ajratish mumkin. Qadimgi turkiy davr 5-11 asrlar. Bu davrda Orxun Enasoy yodgorliklari, Qutadxu Bilik, Devon-u lug'ati turk kabi asarlar yaratilgan. Ushbu davr tili turkiy xalqlarining umumiy yozma adabiy tili hisoblanadi. Eski o'zbek tili davri 14-19 asrlar. Bu bosqichda Alisher Navoiy, Bobur, Lutfiy kabi ijodkorlar o'z asarlari bilan mashhur bo'lishgan. Eski o'zbek tili Markaziy Osiyoning yirik madaniy hududlarida adabiy til sifatida xizmat qilgan. Bu davr tili Chig'atoy tili deb ham atalgan. 20-asr boshlarida adabiy til me'yorlari shakllandi. Zamonaviy o'zbek adabiy tili Farg'ona, Toshkent shevalari asosida takomillashgan. 1989-yil 21-oktyabrda davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinib, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Hozirgi kundagi ochiq manbalarga ko'ra, dunyo bo'yicha 35-40 millionga yaqin kishi o'zbek tilida so'zlashadi.